Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin wa sallimillahumma tasliman katsira amma ba'd. Ashura kuni qanday kun? Bu kunda tutiladigan ro'zani fazilati qanday? Ashura kuni haqida nimalarni bilamiz? Ashura bu Muharram oyini 10-si bo'lib, Alloh taolo yaratgan kunlarning ichida eng ulug' kunlardan biridir. Bu kunda Alloh taolo Fir'avnni va qavmini halok qilgan va Musa alayhisalomni Alloh taolo Fir'avndan va uning qavmidan najot bergan, qutqargan kun bo'ladi. Musa alayhisalom Alloh taologa shukr qilib, mana shu kunda ro'za tutganlar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham mana shu kunda ro'za tutganlar va ummatlarini ham ro'za tutishga buyurganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Ramazon oyidan keyingi eng afzal ro'za Muharram oyida tutilgan ro'zadir deganlar. Muharram oyida ko'p-ko'p ro'za tutish mustahab bo'ladi va xossatan mana shu Ashura kunida ro'za tutish kerak bo'ladi. Bu kunda tutilgan ro'za oldingi qilingan 1 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlarida Yahudiylarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za tutgan holatda topadilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ulardan bu kunda nima uchun ro'za tutyapsizlar deb so'raganlarida ular aytadilarki, bu kunda Alloh taolo Musa alayhisalom va uning qavmiga najot bergan, Fir'avn va uning qavmini g'arq qilgan kun dedilar. Musa alayhisalom esa shukr qilib ro'za tutgan bir ulug' kun bo'ladi bu kun. Shuning uchun ham bu kunda ro'za tutamiz deb aytadilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Nahnu awla bi Musa minkum. Biz Musa alayhisalomga sizlardan ko'ra haqliroqmiz dedilar. Va mana shu kunda ummatlarini ham ro'za tutishga buyuradilar. Imom Muslim Abu Qatada radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Ashura kuni tutilgan ro'zaning savobini so'rashganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, o'tgan 1 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi deganlar. Shuning uchun ham musulmon kishi mana bu kunlarni g'animat bilib, o'tgan 1 yillik gunohlariga kafforat bo'ladigan mana bu fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak bo'ladi. Endi bu Ashura kunining o'zida bir kun ro'za tutiladimi yoki Ashura kuniga yana qo'shib ro'za tutiladimi deyilsa, ulamolar aytadilarki, Ashura kunidan bir kun oldin 9-kunini ham qo'shib tutgan mustahab bo'ladi deydilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kelasi yilga hayot bo'ladigan bo'lsam 9-kunni ham tutaman deganlar. Mana shu hadis dalil bo'ladiki, demak 9 va 10-kunlari ro'za tutiladi. Bu ro'za Ramazon farz qilinishidan oldin farz bo'lgan. Keyin Ramazon farz bo'lgandan keyin bu ro'za keyin mustahab bo'lgan. Demak, mana bu kunda tutilgan ro'za 1 yillik gunohlarga kafforat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelasi yilga hayot bo'lsam 9-kunini ham tutaman deganliklari Yahudiylarga xilof qilishlari uchun. Yahudiylar 10-kuni Ashura kunini tutganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularga xilof qilib 9-kunini ham tutishini aytibdilar. Demak, 9 va 10-kuni ro'za tutadigan bo'lsa kishi ham Yahudlarga xilof qilgan bo'ladi, ham Ashura kunining fazilatiga erishadi va 1 yillik insonning kichkina gunohlariga kafforat bo'ladi. Nega aynan kichik gunohlariga, katta gunohlariga kafforat bo'lmaydimi deyilsa, ulamolar aytadilarki, katta gunohlarga tavba shart bo'ladi. Inson katta gunohda bardavom bo'lib, gunohlardan tavba qilmasdan faqatgina Ashura ro'zasining o'zini tutib qo'yishi bilan gunohlari hammasi kechirilib ketmaydi. Balki qilib turgan katta gunohlariga tavba qilib, undan to'xtab, Allohga shu katta gunohlaridan tavba qiladigan bo'lsa, keyin mana bu Ashura kuni tutilgan ro'za bilan kichkina gunohlarga kafforat bo'ladi. Lekin katta gunohlarning kechirilishi uchun albatta tavba shart. Demak, gunoh kabiralardan saqlanib, chetlanib yurgan kishilar mana shu Ashura kunida shu ajrlarni umid qilgan holatda ro'za tutadigan bo'lsa, avvalgi 1 yillik gunohlariga kafforat bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun ham mana bu kunlarni Allohdan ajr umid qilgan holatda qo'ldan boy berib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Bir-birlarimizga eslatib ro'za tutishimiz kerak bo'ladi. O'zi aslida Alloh yo'lida kim bir kun ro'za tutadigan bo'lsa,
Alloh taolo uning yuzini jahannamdan 70 yil uzoq qiladi deyilgan. Alloh taolo barchamizni mana shu kunning fazilatiga erishib, gunohlardan poklangan holatda chiquvchilardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.